Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Mana bugun bir mijozimizga Sharg'unga 10,5 kilovatlik dizelli generator sotdik. Xudo xolasa mana dastavkalarni beramiz. Keyingi videolarga ustanovkalarni ham xudo xolasa to'xta akamiz xudo xolasa ustanovkaga xizmatga Surxondaryo bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab aka xizmatda, Tojikistonga ham boryaptilar, ha. Agar Dushanbe 100 kilo, 150 kilovatlarga mana xudo xolasa birkalari. Sizga Yo bu nimaga? To'xta akaga. Akajon sal nima olib ketasiz? Dizmasda originalda shuni solib berish kerak xudo xolasa. Originalli divizoklar salarishni 10, 15, 20, 30, 50 bemalol aloqaga chiqib olsa, manzil Surxondaryo viloyatining shahrida joylashgan. Motokultivatorlarimiz ham bor. Divizoklarni udarlari ichkarida mana xudo xolasa. Men sizlarga chiroyli video qilib mana shu yerdan ko'rsatib shunday esiga mana 10,5 kilovat benzinliklar 2,5, 3,5, 5, 7, 8 xullas bu yoqqa ketadi shunaqasiga. Xohlagan turdagi divizok, generator hammasi. Xohlasangiz divizok, xohlasangiz generatorning hammasidan bor. 3,5, 5,5, 8, 7,5, 30, 50 qanaqasi kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar.